Salsao bilan Liu Bei'ning eng cho'ng farqi zot nima? U bo'lsa-mu mag'lubiyatdan keyingi o'zini o'ngishib olish iqtidori. Nimishqa bunday deymiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchadan ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Liu Bei va Salsao ikkisi ashaddiy raqiblar va eng cho'ng pasiballar deyishga bo'ladi. Undan qolsa bular ikkisida zot qanday cho'ng farq bor? Salsao qaraydigan bo'lsak, Salsao Shubi jingida 70 tuman kishilik qo'shin bilan Sharqu va Liu Bei'ninki birlashma qo'shindan mag'lub bo'lib, do'lga qaytib keldi. Ammo Salsao mag'lub bo'lgandan keyinmi o'zining mag'lubiyatidan ma'yuslanmaydi, balki mag'lubiyatni tajribaga aylantirib, o'zini qaytadan ro'zlab, yana necha qatim Liu Bei'ga va Sunchonga qayta hujumlarni qildi. Shundoq mag'lub bo'lgandan keyin yana 12 yil normal yashab, u kasal sabab o'lib ketdi. Ammo Liu Bei qaraydigan bo'lsak, o'xshash usulda u 70 tuman kishilik qo'shin bilan Sharqqa hujum qildi. Ammo Lu Xun tarafidan mag'lub qilindi. Bu vaqtda Liu Bei u mag'lubiyatga chidamay o'lib ketdi. Demak, mushu ikkisiningki ahvoldan qaraydigan bo'lsak, yanada iqtidorli kishilar o'zining mag'lubiyatidan saboq olaydi. Mag'lubiyatni kuchga aylantira oladi. Hozirgi korxonchilikda shunday. Mag'lub bo'lgandan keyin mag'lubiyatdan turolmagan odam haqiqiy mag'lub bo'lgan hisoblanadi. Ammo mag'lub bo'lgandan keyin mag'lubiyatni kuchga aylantirib, qaytadan qo'zg'ala olgan odam haqiqiy kuchli kishi hisoblanadi. Agar siz bu gaplarni qo'shilsangiz, astagin kasalligiga 6 raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p uch parchalikdagi korxona boshqarish, iyilik tiklash, iyilik yaratish, so'zlash mahorati qatorliq mazmunlarni, bilimlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, ayrim xonam uchur qiling. Men maxsus uch parchalik va korxona boshqarish nomli sistemlik dars so'zlangan to'pimga sizni qo'shib qo'yaman.